Siz menga men xohlagan sharoitni qilib berishingiz kerak. Tushundingizmi? Men yaxshi yashash xohlayman. Siz erkakmisiz? Sharoitimni qilib bering. Erkak kishi degan ayoliga hamma narsa qilib beradi sharoitini. Tushundingizmi? Bu sizning vazifangiz. Ne orzu havaslarim bor. Amalga oshirib bering. Men seni hamma orzu havaslaringni amalga oshirishga majburmanmi? Ha, majbursiz. Erkakmisiz o'zi? Qilib bering. Seni uy-joy bilan ta'minlashim, kiyim-kechak bilan ta'minlashim, ro'zg'or, oziq-ovqatingni qilib berishim, nafaqa pulini berishim va boshqa asosiy ehtiyojlaringni qondirishim meni vazifam. Lekin u seni nafsingga yoqadigan orzu havasingni qilib berishga men majbur emasman. Siz erkaksiz. Majbursiz. Majburman? Menga qara. Mana bu kiyim-kechaklaringni ko'ryapsanmi? Ha? Voy, 5 ta 6 ta kiyim alishtirasan bir oyda. Hammasi faqat sen uchun. Men bu yoqda faqat sening ehtiyojlaringni qondirish uchun umrimni o'tkazyapman. Men bir oyda bir marta kiyinsam, sen 3 marta kiyinasan. Erkak kishining bo'ynidagi vazifasi ayolini uy bilan ta'minlash. Uying bormi? Bor. Kiyim-kechak bilan ta'minlash. Kiyim-kechaklaring menikidan ko'p. Ro'zg'oringni but qilib berish. Xudoga shukr, ro'zg'oringda bironta kamchilik yo'q. Ayoli kasal bo'lib qolganda dori-darmon bilan ta'minlash. Hattoki seni ota-onang kelib turib sendan xabar ola olmayotgan bo'lsa ham, lekin men har doim sening yoningda sen uchun qayg'uraman. Erkak kishi ayoliga nafaqa puli berib turish kerak. Qo'limga har doim pul tushishi bilan men seni xursand qilishga harakat qilaman. Yana qanaqa hayot kerak senga? Men bo'ynimdagi qarzlarimdan qutulgan insonman. Boriga shukr qilib yashamaslik shaytoniy xislat bo'ladi. Erkak kishi degani oilada hamma narsani qilishga majbur. Ayolini orzu havasini ham amalga oshirishga majbur inson degani emas. Sen o'zingni nafsingga yoqadigan narsalarni meni bo'ynimga yuklamaysan.